Qaragin, mana shu yo'ldan qaytishga bir shans bo'lsa qaytarmiding? Qaytgan. Mana shu yo'lingdan qaytishga shans bo'lsa qaytarmiding? Mana shu fohishalikni to'xtatib, mana shu ishlaringni. Qaytishim kerak. Yo'q, Mehnat endi. qilaman. 150 ming so'mga moshqalik bo'lib qolishni xohlaysizlarmi do'stlar? Demak, reklamani takansa ko'ringlar. Bizda bitta qora Gentra tonirovkalari bilan o'rtoqlar 4 ta Damas, bitta Labo va 256 ta prizimiz bor. Prizimiz miqdori 3000 rubldan 100 dollargacha. Konkursimizning glavnisi Umar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bering barcha ma'lumotlarni, men bermaganlarim. Umar Ko'chkarov kanalida ko'pchilikning xabari bor, rozgirish boshlaganmiz. Shu bilet soni 7000 ta. Qolgan biletlarimiz 5000 dan kamroq biletlarimiz qoldi. Bilet narxi rublga 1000 rubldan, Qozog'iston tangasi 7000 tangadan. Karta raqamlarimiz qo'yiladi. Ma'lumot uchun 99 dan 126 33 03 raqamiga telefon yoki Telegramdan yozsangizlar javob beriladi. Tushunmaganlar yozsa bo'ladi. Ha, tushunmaganlar yozsa bo'ladi. Umar aka shu narsani aytib qo'yay, mana meni kanalimda bu reklama bo'lyapti. Agar bitta obunachi orqangizdan jalba qilib keladigan bo'lsa, Bemalol. sharmanda qilib yuboraman video chiqarib. Tushundingizmi? Xudo xohlasa final kuni xohlovchilar bo'lsa, живой свидетель bo'lib qatnashishi mumkin. Qatnasha olmaydiganlar prямой efirda Umar Ko'chkarov kanalida finalni tomosha qiladilar, xudo xohlasa. Barcha ma'lumotlar opisiyaniyada va kommentariyada bo'ladi. Aynan konkurs o'tadigan kanal ham opisiyaniyada va kommentariyada bo'ladi. Bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Do'stlar, 5000 dan kamroq biletimiz qolgan. Shoshilamiz. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, sizlar bilan Kamina Kamtarin Zuhriddin va sizlar har doimgidek meni kanalim, ya'ni Zuhriddin Official kanalini tomosha qilyapsizlar do'stlar va sizlar kutgan, har doim kutadigan, like bosadigan, qo'llab-quvvatlaydigan fohishalar ovi davom etadi do'stlar. Albatta, video boshlanmasidan tirs videoga tez jigarlar. Короче, obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. 80% odam obuna bo'lmayapti ekan. Kelinglar, shuni 50% ga ko'taramiz. Aytyapti. Obuna bo'lib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlanglar shu. Iltimos qilardik sizlardan, chunki imkon qadar sizlarni ko'ngillarni ko'tarishga bu safar ham harakat qilamiz. Qani do'stlar, bo'lmasam, turib. Bormasizlar, nima bor? Menga qarang, qisqa va lo'nda, короче. Soqqadan xavotir olmay o'tiring, gaplashamiz. Tez faqat. Tamam. Nima gap? Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, ishlar yaxshimi, boribdimi? Ishim qolibdimi? Men sizga sirasi. Endi gapiring. Nech pul bo'lyapti? Qanaqa bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Shundan ko'p bo'lyapti. Ha? Shundan ko'p bo'lyapti. Nech pul bo'lyapti? Tiqing uni tiqadigan joyingizga. Kam bo'lmaydi. Ha? Kam bo'lmaydi. Yo'q, bu sizni tinchlanishing'iz uchun. Nech pul? Tinchlanishim uchun ko'proq kerak. Nech pul berish kerak? Shundan ko'p berish. Nech pul? Juda ko'p. Voy bilan. Nech pul? O'sha ko'p. Nech pul o'sha ko'p? 200. 200 dollar, yana 100 dollar. Xolosmi, davturami shunda? Yo'q. Ha. Yo, davtura shunda 200 dollarmi ertalabgachami? Yo'q. Ha. 200 dollardan ko'p. Yo, axir ertalabgachami axir? Da bersangiz rozisiz. Siz ataylar qilyapsiz 200 dollar. Kayfingiz bormi nima balo? Ha? Foto olgansiz shekilli, ha, вообще, ha? Yo, spravka bormi jinnilarga? Chakov. Normalmisiz? Normalniy xizmat qilasanmi o'zi? Sen sizlashimni qara bilan. Nimaga? Normalniy xizmat ko'rsatasanmi ish qilib? Yo'q. Nima qilasan? Bersangiz ko'rsataman. Shu joyda reklama do'stlar, agar uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga tez o'tib olamiz va soqqani bosamiz do'stlar. Qani go hammaga va videoni davomini tez davom etib ko'rib ketaveringlar. Like bosishdan chiqmasin. Senga yana 100 berish kerakmi? Senga. Gapiring. Nimani gapiring? Xo'sh, nimani ko'rsatmoqchi eding? Shuni gapir. Qarang, qo'lni massaj qilib ketgansan.
Davay, davay. Pekingamikan? 200 so'm. Pekinga ishi ishlaydimi? 200 katta xolangga berdimi? Yo'q, tinchlanishim uchun. Davay, davay, Tinchlantirishim davay, uchun davay, emas. davay, davay, davay. Tinchlantirishim uchun emas. Sen davay. Men tinchlanishim uchun edi, tinchlantirishim uchun emas. Mana qara, 200 dollar olib, sen nima uchun osmondasan? Sen aytganimni qil, tamom. 200 dollarga ishlagan ishlab bermaydi. Qatta odamlar 2 oy, 1 oy ishlaydi 200 dollarga. Ha, yo'q. Ha. U odamlarga qarab ish qilmayman. Nima qilish kerak hozir? Qo'lim massaj qilib ketishingiz uchun. 10 ta. Mana bilan. Shu o'zingga ketyapsan 10 ta. Tilladanmi? Ha, o'zingchi. Ha, o'zi o'ntaga, yarimtaga mi? Aslimisan o'zi 10 ta bor. Ular arzon odam. Ha, qimmatmisan? Ha. Voy, voy. Qatadigan. Yaxshi. Hayajonlanmay, yamalarni terib, qaytasiz ham bo'laveradi. Hayajonlanganim yo'q. Hayajonlanmayman hozir. Qo'l masaj qil. O'rtashing kerak-ku. Yo, yelkalar bilan cho'tki qani qo'lingdan nima keladi? Davay, 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 davay. Yaxshilab. Normal, nima masaj qilganmisan o'zi? Qanaqasan, qanaqa o'san liniyada turibsan, qanaqa qilib odam ko'nglini olishni bilmaysan? Ha? Odamlarni ko'nglini olyapti deb pulini ham berib qo'yapti. Pulimni olyapsan-da, ko'nglimni olmayapsan. Qanaqa u? Davay, 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 massaj, massaj. 200 ga Davay. arzon odamlar ishlaydi. Biz arzon odamlar Sen puldan xavotir olmang, ha? xavotir olmadi. Xavotir olma, men sen ko'rsatdimmi pochkani? Qanday bilaman, bermasdan ketasiz. Sen aytganini qilgin, olasan. Yo'q. Ha. Yaxshi bo'lsang oshingni yeysan, yomon bo'lsang boshingni yeysan. Davay. Davom et. Sen. Bo'l. Yaxshilab ham pullar bilan, ham yelkalar bilan, cho'tki, davay. Ha, 200 olding hozir. Sen massaj qilib ketaverchi yaxshilab. Yana 200 bering. Sen massaj qilib keting. 200 bersangiz keyin. Davay. 200 bering. Olding-ku 200'ü. Qanaqa yani? Nima qilasiz? Qanaqa yani? Hangi boshqa bir tiyin ham yo'q. Aniq. Ha, davay. Arzon odamlar bilan yurib o'rganib qolibsiz-ku. Arzonmi, qimmatmi bilmayman lekin. Massaj qilasanmi yo'qmi? Ha? Hamma yelkalar bilan. Hadi dushing massaj qilchi bir. Ha? Davay sen. O'zi maqsad dam olish-ku. Maqsad shu-ku o'zi. To'xtamasan. To'xtading. Qaralaysiz. Billing, adashib qoldim-da. Shi jinni ekansan, sana to'g'ri ketgan ekan, shishi, ha? Mulla topib beringlar, o'qib beraman. U mullani ham o'qitarish kerak ekan. Mullani atrofiga 4 ta odam qo'yamiz-da, o'qitamiz. Ha. Agar bo'lsa bo'lmasa, bechorani nima qilamiz? Ko'rinishi jamna qo'mchalik emas ekan, lekin bor. Ha, kulyapsan. Past odamlarni ko'rib o'rganib Ko'rinishing ham yemayapti-da, anaqa bir prям wow deydigan narsa yo'q-da, figuralar oqib ketgan. Massaj. Davay. Bo'ldi, yaxshi. Yelkalar bilan. Bo'ldi, had dushi. Prям tasavvur qil. Shu agar bilmadim, ko'ngil bo'lsa, senda ham bir sevgan yoring yo'qadi. Bilmadim, sen sevasanmi yo'qmi? Yurak bormi o'zi? Fohishalarda yurak bo'ladi. Yurakni topshirib kelganmiz egasiga.
Hammanglarni bir xil, yigitinglar tashlab ketgan. O'zbek Neftogaz bizga benzin kerak. Mashinalaring ham charchab qopti-yu. Ha, hozir benzin qo'yamiz. Buni davom etamiz. Ana. Yaxshilab masaj qilib nima bu? Normal. Yaxshilab. Qani masaj хочу, я хочу массаж. Давай. Orqali tekinga qilyapsan, massaj islayman bunaqa. Ha, давай. $100 salib qo'rsam, bu massaj qilyapti. Ha. Sen faqat masajdan to'xtama. Qilamiz. Qolgani bir gap bo'lar. Onasini emsin, Michael Jackson. Ona bola tarakan, uyimizda bor ekan. Zo'r she'r shoiram ekansiz, ha? Конечно. Shoirlar mendan she'r olishadi-yu, o'zim bilmaysan. Shunaqa talant. Yo'l yurib so'rashadi. Hozir Antga borib ham shoirligimni ko'rsataman. Uzoq she'r o'qiyman, ha. Senga ham rosa uzun she'rlarim bor. Doston bering bizga, doston. Qaragin, mana shu yo'ldan qaytishga bir shans bo'lsa qaytarmiding? Qaytgan. Mana shu yo'lingdan qaytishga shans bo'lsa qaytarmiding? Mana shu fohishalikni to'xtatib mana shu ishlaring. Qaytishim kerak. Yo'q, Mehnat qilaman. qaytarmiding mana shunaqa bo'lsa? Yaxshi yo'lga shu bilan oila qurib. Agarda uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lsangiz, o'rtoqlar Telegram kanaliga tez o'tamiz. Bu yerda admin bor, faqat admin bilan gaplashamiz. Tez o'tib olamiz do'stlar. Korоче, yo'qda вообще joninglar kirib, maza qilib, saqqa qilsanglar bo'ladi. Go. Boshqa qilib. Bunaqa planlar yo'qmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Yengil bugun o'tsa bo'ldi, ha. Yaxshi. Mana qilib o'zinglar qilib olasizlar-da. Mehnat qilasizlar. Mehnatmi bu? Mehnatmi shu? Voy. Ana stroykada, qurilishda, idishda uydiganlarnikicha ular mehnat emasmi? Ularniki ham. Ular endi o'zlariga sotib olishyapti. Qara, shuni yugurib kirib, shuni magazinga kirib, yugurib narsa olib chiqa olasanmi? Yugurib. Mana magazindan. Dal yursak, vohada bu yoq. Shuna kirasan, bitta lёгкий bir Pepsi'ni to'xtamasang pul beraman. Mana. Bizda hech kerak emas. Lёгкий san bitta zo'r 1 litrli Pepsi olib chiqqan o'zingga mo'sadan. Tushundingmi? Davay. Короче, do'stlar, mana sekingina tashlaymiz va bu joydan ham qochamiz. Bitta narsani aytaman do'stlar. Kirib ketyapti. Kirib ketsin endi. Qochdi. Mana do'stlar, videoni ham ko'rdinglar. O'ylaymanki sizlarga yoqdi. O'ylaymanki yana bittasini sekingina bir mazasini qochirdik. Albatta, bularni mazasini qochirishda davom etamiz. Agarda siz qo'llab-quvvatlasangiz, like bosib, omad Zuhriddin, yo'qolsin fohishalar deb yozib, barakalla o'zbek o'g'loni, malades, mushik deydigan bo'lsanglar, biz bularga qarshi kurashishda davom etamiz do'stlar. Shuning uchun o'ylaymanki, уже hammasini bosdingiz, bosmadingiz, like'larni bosdingizmi, bosmadingizmi, yana bitta proverka qilib yuboring do'stlar. Rahmat.